Assalomu alaykum. Bugungi qisqa ma'lumotimiz varikotseli kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Varikotseli kasalligi hozirgi vaqtda ko'p uchraydigan kasalliklardan hisoblanadi. Asosan bu kasallik chap tarafda aniqlanadi. Shu kungacha ba'zi bir adabiyotlarda 20% dan 30% erkaklarda, yoshlarda, o'smirlarda uchrashi ko'p yozib ketilgan. Varikotseli kasalligi asosan chap tarafda 20-30% gacha o'ng tarafda ham bo'lishi mumkin. Faqat bu 100 mingta odamda bittasida uchrashi mumkin. Yoki bo'lmasa ba'zi bir bemorlarni dekstra pozitsiya deymiz. Shu jarayonda o'ng taraflama uchrashi mumkin. Asosan bu kasallikni davolash jarrohlik yo'li bilan bajariladi. Shu kungacha juda ko'p avtorlar jarrohlik yo'lini tushuntirib yozib ketilgan. Ivanisevich metodikasi, Paloma metodikasi, endovaskulyar xirurgiya, laparoskopik xirurgiya, marmar metodikasi bo'yicha operatsiya qilinadi. Hozirgi kunda asosan marmar operatsiyasi qilinyapti. Bu usulda qilingan bemorlarda bu kasallikning qaytalanishi juda kam uchraydi. Varikotseli kasalligida ko'proq bemorlar chov sohasida, tumruv sohasida noxushlikka, og'riqqa bezovta bo'ladi. Eng asosiy shikoyatlardan bittasi bu kasallik borib vaqtida ko'rsatilmasa bepushtlikka olib kelish ehtimoli yuqori. Shuning uchun men iltimos qilib qolardimki, yigitlarni o'smirlik paytida 8 yoshdan 14 yoshgacha, 16 yoshgacha bo'lgan paytda birrov bo'lsa ham shu urolog ko'rigiga olib kelib tekshiruvdan o'tishlarini maslahat qilib qolardim. Bu kasallik bepushtlikka olib kelish sababi moyak sohasidagi vena qon tomirlarini, urug' tizimchasi vena qon tomirlarini varikoz kengayishiga bo'ladi va agar vaqtida shu narsani oldini olinmasa, moyakka ishlash jarayoni funksiyasi kamayadi. Spermogrammada urug'da manfiy, yaxshi, yomon o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu kasallikni vaqtida aniqlab, vaqtida davolanmasa, mana shu asoratlarga olib kelish ehtimoli yuqori.